O'zbekiston aholisining topish tutishi haqida ikkita yangilik bor. Biri yaxshi, biri unchalik yoqimli emas. Yaxshi yangilik shuki, aholi daromadlarining o'sishi tezlashyapti. Statistika qo'mitasiga ko'ra, yanvar-sentyabr oylarida jon boshiga daromadlarning real o'sishi 6.3% bo'lgan. Oddiyroq aytganda, o'zbekistonliklar 9 oyda 6.3% ga boyigan. O'tgan yilning shu davrida bu ko'rsatkich 5.5% bo'lganini inobatga olsak, bu yil aholi daromadlari o'tgan yilgidan tezroq oshyapti. Endi yoqimli bo'lmagan yangilikka kelsak, gap shundaki, daromadlarning oshishi hamma joyda ham bir xil sur'atda ketmayapti. Natijada hududlar o'rtasidagi tengsizlik darajasi oshib boryapti. Aholisi eng boy hudud Toshkent shahri bilan aholi daromadlari eng kam hudud Qoraqalpog'iston o'rtasidagi farq o'tgan yili 3.3 barobar edi. Bu yil esa bu farq 3.5 barobargacha oshgan. Rasmiy raqamlarga ko'ra, poytaxtda yashovchilarning 9 oylik umumiy daromadi o'rtacha 52 million so'm bo'lgan. Poytaxtdan boshqa hududlarda yashovchilar esa bu davrda o'rtacha 19 million 800 ming so'm daromad topgan. Boshqacha aytganda, o'rtacha toshkentlik qolgan o'zbekistonliklarga qaraganda 2.6 barobarga ko'proq pul topadi. O'tgan yili bu ko'rsatkich 2.5 barobar edi. Bunday tengsizlikning ortayotgani hududlardagi o'sishning sekinroq ketayotgani bilan bog'liq. Agar mehnat migrantlarining pul o'tkazmalari bo'lmaganda, viloyatlardagi ko'rsatkichlar bundanda pastroq bo'lar edi. Iqtisodchi Mirkomil Xolboyevning hisob-kitoblariga ko'ra, agar pul o'tkazmalari miqdori oshmasdan o'tgan yilgi darajasida qolganida naq 8 ta viloyatda aholi boyish o'rniga kambag'allashgan bo'lardi. Masalan, pul o'tkazmalaridagi o'sishsiz o'rtacha samarqandlikning daromadi 5% ga, o'rtacha xorazmlikning topish tutishi 4.6% ga qisqargan bo'lar edi. Ya'ni ko'plab viloyatlarda pul o'tkazmalari daromadlar oshishini belgilovchi asosiy omil bo'lib qolyapti, deydi iqtisodchi.